Bugün shu savolni bering, mana men bir internetga qo'ydim, shu savolni beraman. Shu ayollar siz o'zingiz aytalasizmi, meni o'g'limga xuddi o'zimga o'xshagan kelin nasib qilsin deyalasizmi? Savolni. Kamdan kam. Yoki masalan otalar o'zi aytsin, qizimga mendek kuyov nasib qilsin deya olasizmi? De o'zingiz bering, shu jurnat deya olasizmi? Mendaqa xuddi mendaqa mana biz dadalar aytaylik, qizimga xuddi mendaqa kuyov nasib qilsin. Yoki onalar aytsin, o'g'limga xuddi mendek kelin nasib qilsin deyalasizmi? Misol men deyalmayman. To'g'risi, bu kamtarlik emas, yo boshqa emas. Bizni qizlarimizga bizdan ko'ra yaxshiroq kuyovlar nasib qilsin deymiz. Bugun shuna deydigan bo'lsak, bilmayman endi. Xullas shu, endi gapirsa gap ko'p, yaxshi gap hamma gapiraveradi.